1 kilo tuzni 2ga bo'lib oddiy bir ishlatmaydigan matoga qo'yamizda, 2ga bo'lib oyoqlarini ko'madigan holatda tepasiga chiqishi, kaftiga chiqishi shart emas. Kaftiga chiqishi shart emas. Tagiga qo'yasizlarda 10 daqiqa ustida tik turadi. Har 3 daqiqada pastga tepaga oyog'ini ko'tarib mashq qilib turadi. Ichidagi vujudidagi butun shamollashini bir kunda 2 mahaldan qiladi. Ertalabda, kechqurunda ichidagi butun shamollashini tortib oladi shu tuz. Bu tabiiy usulda shamollashni davolash. Kattalarga ziyon, mana kattaga ham kichikka ham ziyoni yo'q. Endi kattalar, yosh kattalarga dori-darmon qilgan qo'qamiz organizmi nozik bo'ladi. Shu shamollashni davolovchi oddiy, arzon uslubdagi davo. Hammaga tavsiya qilaman. Xudo xolasa natijasini sizlarga aytib boraman. Natijasi qanaqa bo'layotganini hozir 10 minut turdi. Yaxshi o'zgarish, yaxshi deyapti. Bir marta deylar, endi hozir bir marta qildik. Bu tuzni Xudo xolasa bir hafta mobaynida ishlataverasizlar. Har kuni 2 mahaldan ishlatasizlar. Endi oxirida tashlab yuborilaveradi. Iste'mol qilinmaydi, suvga oqizib yuboriladi. Keyin yotimiz ham bor. Hozir men tabiiy yotni ko'rsataman sizlarga. Tabiiy yot, mana nima deb o'ylaysizlar? Bu 4 ta pishmagan yong'oqni uzib keldimda, qirg'ichdan o'tkazib, marlidan siqib oldik. Endi bu tabiiy yot deyiladi. Hech narsa qo'shilmagan tabiiy holatdagi yot. Hozir bu tuzdan olganimizdan keyin oyog'ini shuni uhachiska orqali oyoqlarini tagiga setga chizib qo'yaman. Sovuqlarni